Assalomu alaykum birodarlar, yaxshimisizlar? Gagarin boshqa joydan kuzatib turganlar hammasi meni ko'rib turibsizlar. Gagarin haykalining oldidamiz, sanki kisalaring xudo qarasata mencha o'lganda odamlarda. Uzr, agar yana bir bor sizlarni bezovta qilamiz. Har biringiz kisalaringiz go'zal bir joylarni tomosha qilib ketasiz. Yangi joylarimiz ko'payib ketyapti. Shularcha qarasata sizga ming bor uzr. Agar sizlar har bir kelgan joylaringizda go'zal joylar tomosha qilasizlar. Bir fikringiz ikkinchi fikringiz birinchisiga hech qachon nima yaqinlashmaydi. Rahmat, charchamang. Mana haykalni qaranglar bolalar. Mana shunday bir buyuk inson bu. Bizda ham haykalimiz turarmikan bir yerlarda? Yo'q, usta bor, turadi. Biz o'rnatamiz. Endi bor yo'g'i 4 tagina obyektni tugatdik. Bo'lsa pul berganingiz yo'q. O'zimiz ikkalamiz boshchiligimizda sizni boshingizga tosh qo'yamiz o'zimiz. O'ylanmang. Marmardan, qora marmardan. Malades, bo'lmasa qo'ymang ekansiz. Assalomu alaykum birodarlar, yaxshimisizlar? Gagarin boshqa joydan kuzatib turganlar hammasi meni ko'rib Yo'q. Jo'rab, yomon charchab ketdim. Men o'zing yoqmasang bo'lmaydi men Jo'ra. Toza jonga tegdi. Jo'ras. Yo'q. Boshqa ish topib ber, Jo'ra. Toza jonga tegdi, charchab ketdim men. Kechgacha ishla, men kechqurun senga tovuq beraman. Zo'r ish bor. Mazza qilib. Aniqmi? Ha, ertadan Ora o'tib tovuq taylayman. Ha, shunday ishlab, tovuq beraman senga. Ishla. Jo'ra o'zi nima uchun bu yerga olib keldingmi? Seni bu yerga chaqirganim sababi senga konkretni ish bor, mana shu yerda bor. Sen nima qilasan? Qara. Mana bu haykal soat 12 da abid qilgan kirib ketadi. Ketadi bu yerda. Shuni o'rniga turib turasan 1 soat. Zo'r ish, sen bopchi. Tezlashinglar. Bosinglar, to'lka bosinglar. Tez, bosinglar, ishlaylar. G'ayrat qilaylar. Senda bir insof bormi? Nega? Faqat bos deyverasa, o odamni qum yeb turib ana oshqozon qumga to'lib ketdi-ku. Sen ham bir joylarga olib borib turib, bosib ye desang bo'ladi-ku. Oborganim bilan ham yeyolmaysan shu ishtiqi. Oborganim bilan yeyolmaysan. Yeysanmi? Men bosim bovaga olib borib senga bosim beraman. Yeylasanmi? Yeb bersamchi? Yeb bersam buyog'i mendan, o'ylanma. Yetgan vaqtim bos deb turasan. Bo'ldi ana shunday. Xuddi ishda aytgan. Ana shunday aytib turaman. So'zmi? Mana so'z, davay. Qara. Gazla. Og'alar mana ko'ryapti, endi xudoga bosim bo'ldi. Like patmetga. Voy, qolganlar ham kesin bosim bovaga. Bo'ldi, o'tiravermasin, kesin. Bir yaxshilab bani akamiz bor. Akalar, sizlar qachon kelasiz? Sen akalar. O'zgacha, boshqacha lekin hammasi zo'r kelaversin. Qo'rqmasin. Qo'rqmasin. Urmaydi hech kim. 8-fevral Mirzacho'l Gagarin ustalari kelgan usta bolalar. Xush kelibsizlar. Somsalar yoqdimi? Yaxshi o'tirlaringizmi? Zo'r bo'ldi. Hammani bosim bog'da kutib qolamiz. Sizlarni bosim bog'da kutib qolamiz. Mana bugun bosim bog'iga Samarqand, Pastorg'an, Chimboyoboddan 85-yil akalarimiz kelgan sinfdoshlar. Qolgan 85lar qachon yig'ilasizlar, bir keyinsizlar. Qolgan qoldiqlar ham kesin ko'rpa to'shakda yotmaydi. Mehmon qo'ramiz. Ha, xotin pullar deng. Mayli, rahmat, zo'r mehmon bo'lyapmiz. Hammasi joyida, addushi. Birovlar nima deydi, boyagi negativ bildiribdi, unda emas ekan.
unday emas ekan, zo'r ekan. Xudoga shukr. Voy, Alisher akamizda- o'zida yo'q narsalar yetkazib kelyapti bir Alisher joylarga. akamizni avvalambor taxam boshqa hamma narsa uchun emas. Alisher akani ko'rish uchun keldik biz. Rahmat. Ana shu inson bilan ko'rishib bir davrada o'tirganimiz uchun xursandmiz. Hammangiz kengizlar shu inson bilan o'tiringizlar. Aman kutib qolamiz, kelaverasizlar. Voy, har daqiqada chaqirsak shu odam kelyapti. Voy, bunday chaqqan ekanlar, ey. Voy. Senga pul kerakmidi-la? Pul senga kerakmidi? Pul senga. To'xta, qayta o'tib olaman. Shuni kiysam mana boshqa qo'yib qo'yaman. Ha.